Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. 8 mart Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining uyushtirishida 6 mart kuni o'tkazilgan Sharq Turkiston ayollarining ruhi degan temadagi muhokama yig'ini intayin hayajonli va ta'sirli manzarlarga sahna bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zubayra Shamsiddin xonimning riyosatchiligida muhokama yig'inida so'z qilgan jasur lager shohidlarimizdan Zumrat Davud, Qalbunur Sidiq, Gulbahor Xotavoji, Gulbahor Jilalova, Sayragul Savudbay, Tursunay Ziyovuddin, Mehrigul Tursun, Gulzira Oilqon qatorliqlarning intayin o'tkir va ta'sirli bayonlari yig'in qatnashchilarining yuraklarini laxta-laxta qildi. Stansimizning YouTube kanali orqali naq maydondan tarqatilgan mazkur muhokama yig'ini har qaysi ellardagi qarindoshlarimizning, bo'libmi xonim qizlarimizning zo'r olqishiga sazovor bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi yig'inning oxirida qilgan so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishda va Xitoyning jinoiy qilmishlarini dunyoga pash qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan jasur va fidokor lager shohidlarimizga yana bir qaytim butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Mazkur muhokama yig'inining butun jarayonini stansimizning YouTube sahifasidan to'liq ko'ra olasiz. Ondan boshqa yana 8 mart seshanba kuni Berlin vaqti tushdan burun soat 10 da Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonimning riyosatchiligida ingliz tilida o'tkazilgan muhokama yig'iniga qurultay London ishxonasining direktori Rahima Mahmud, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson va Uyg'urlar masalasi bo'yicha tadqiqotchi va aktivist Andrea Vardin xonimlar so'z qilishga taklif qilindi. Amerika Birleşme Agentligining xabar qilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim 3 mart payshanba kuni Janvada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining 49-qatimliq yig'inida qilgan videolik nutqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasini Uyg'urlar haqidagi umumiy dokladini darhol e'lon qilishga chaqirgan. U mundaq degan: "Men Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi kishilik huquq oliy komissarlarini Sharq Turkistonda tutqun qilinganlar haqidagi dokladni darhol e'lon qilishga undayman. Biz Xitoy hukumatini u rayonga cheklamasiz kirishga ruxsat qilishga chaqiramiz." Janvada turishliq bir diplomat xodimining bildirishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi vaziyatga doir dokladning tayyorlanib bo'lganiga bir oydak bo'lgan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Michel Bachelet ishxonasi uni e'lon qilishni kechiktirib kelgan. Buni ular o'zlari e'tirof qilgan. Ondan burunmi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashidan oldin hozirlanib bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladini 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini boshlanishidan burun e'lon qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, afsus Xitoyning turli besimlari sababli mazkur doklad hozirgacha e'lon qilinmagan edi. Kuzatuvchilar 2 oyning 28 kuni Janvada boshlangan va bir oy davom qiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining 49-qatimliq yig'ini jarayonida Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladning e'lon qilinish ehtimolining yuqori ekanligini mo'ljarlashmoqda. Garchi mazkur dokladda nima mazmunlarning o'z ichiga ilinganligi hozircha ma'lum bo'lmasa-mu, ammo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining bayonotchisi Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasi e'lon qilinib atsi kuni, ya'ni o'tgan yili 12 oyning 10 kuni muxbirlarga qilgan so'zida Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasida o'ttirg'a qo'yilgan Uyg'urlarning vaziyatiga munosabatli hodisalardan qattiq cho'chish his qilganligini bayon qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ba'zi dokladchi xodimlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari bilan ko'rishganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining Uyg'urlar haqidagi umumiy dokladini hozirlashda Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasidan muhim manba sifatida foydalanganligini tilga ilishgan edi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonimning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining Uyg'urlar haqidagi umumiy dokladining tezroq e'lon qilinishini so'ylab qilgan yuqorqi bayonlari Dunyo Uyg'ur qurultiyini alohida mamnun qildi. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan stansimizga qilgan so'zida Germaniyaning yangi tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonimning mayli Germaniyaning umumiy saylami jarayonida bo'lsin yoki yangi hukumatda tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin bo'lsin, Uyg'urlar masalasini izchil holda tilga olib Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq tajovuzchiligini qattiq ayblab kelganligini, 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini boshlanishidan burun yana shaxsiy nomidan bayonot e'lon qilib, Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligi sababli o'zining Beijing qishliq olimpik yig'iniga qatnashmaydigan e'lon qilganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bilib kelgan Germaniya Yeshillar partiyasiga mansub Annalena Baerbock xonimga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytadiganligini ifoda qildi.
Dolqun Aysa Efendi sözüde yana ba'zi demokratik ellərning janvadagi elchilarining Dünya Uyghur Qurultayı və Kişilik Hüquq Təşkilatlarının şuncha kuchli talabiga qaramasdan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Kengashining Uyg'urlar haqidagi umumiy doklatining hozirgacha e'lon qilinmaganligidan qattiq afsuslanish his qilganligini eskartib o'tdi. 28 fevral boshlangan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Kengashining 49-cu növbətlik yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning Uyg'urlarga davomli holda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini qayta ta'kidlagan bo'lib, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning bosh kotibi Antony Guterres xalqaro tekshirish hay'atining Sharq Turkistonga berib, haqiqiy ahvolni egilishi kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Ondan boshqa yana yig'inda Angliya, Chexiya va Turkiya vakillari Uyg'urlar masalasini tilga olgan edi. 28 fevral janvada boshlangan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengashining 49-cu növbətlik yig'ini 4 hafta davom qiladi va Dünya Uyg'ur Qurultayining vakillari mazkur yig'inning ba'zi bo'limlariga qatnashadi. Yig'in boshlanishdan burun Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati janvani ziyorat qilib, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning ba'zi xodimlari va bir qism g'arb davlatlarining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatidagi vakillari bilan ko'rishib, ulardan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengashining bu növbətlik yig'inida Uyg'urlar masalasini nazardan saqit qilib o'tmaslikni talab qilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı Mərkəzi işxanasından egallishimizcha qurultay bu yil ichida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'ur sud kollegiyasining hukmini texmo ko'p davlatlarning hukumat va parlamentlarga qabul qilg'izish va bu orqali Xitoyga qaratilgan xalqaro besimni yuqori pallaga ko'tarishni o'zlarining eng asosli xizmat nishonlarining biri qilgan. Ondan boshqa yana Dünya Uyg'ur Qurultayı vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlaka ostidagi davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini ilmiy asosda turg'izib chiqish haqida o'tgan yili boshlatgan tadqiqot programmasini bu yilning ichida tamomlab, bu vaqtdagi dokladni xalqaro organlar va hukumat parlamentlarga sunishga hozirlanmoqda. O'tgan yilning 5-ida Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur va chet elliklardan tarkib topgan xalqaro huquqchilar, tarixchilar, diplomatlar va tadqiqotchilardan tashkil topgan maxsus bir guruhni ta'sis qilib, bu vaqtda jiddiy tadqiqot boshlatgan va hozirga qadar mazkur programma uchun 60 ming dollardan ortiq iqtisod sarf qilgan edi. Qurultay tarafidan tashkil qilingan bu tadqiqot guruhi mushu yilning ichida vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlaka ostidagi davlat ekanligi haqidagi umumiy dokladini tamomlash uchun jiddiy xizmat olib bormoqda. Dünya Uyg'ur Qurultayı bu yilning ichida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan davlatlarning umumiy sonini 20 dan oshirishni plan qilmoqda. 2021 yili 1-oyning 19-kuni Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlagan. Keyin Biden hukumati bu qarorni saqlab qolgan edi. Onundan keyin nurg'un davlatlar Amerikaning qaroriga ergashgan. 2021 yili 2-oyning 22-kuni Kanada parlamenti, 2-oyning 25-kuni Gollandiya parlamenti, 4-oyning 22-kuni Angliya parlamenti, 5-oyning 20-kuni Litva parlamenti, 6-oyning 3-kuni Chexiya parlamenti, 7-oyning 8-kuni Belgiya parlamenti, 2022 yili 1-oyning 20-kuni. Yani Xitoyning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasi boshlanishga 2 hafta qolganda Fransiya parlamenti qatorliq cho'ng davlatlarning parlament va hukumatlari Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat deb to'nigan edi. Onundan boshqa Irlandiya qatorliq nurg'un davlatlarning parlamentlari London Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yili 12-oyda chiqargan Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligi haqidagi qarorni qabul qiladiganligini e'lon qilgan edi. Amerika Ovozi radiosining xabar qilishicha O'rta Osiyo davlatlari Rossiya bilan strategiyalik hamkorlik o'rnatgan bo'lsa-mu, ammo ularning hech qaysi Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llamagan ham shundaqli yana Ukrainaning Luhansk va Donetskning mustaqilligini e'tirof qilmagan. Ammo shundaqdimi bu davlatlar ochiq-oshkora Rossiyani ayblashdan ehtiyot qilmoqda ekan. Bir qism Amerika taratqullari yaqinqi xabarlarda Qozog'istonning Moskvaning askar avatish talabini rad qilganligini ilgari surgan. Ammo Amerika hukumatı yoki Qozog'iston hukumatı bu xabarning to'g'riligini dalillamagan. O'rta Osiyo davlatlari garchi Rossiyaning Ukrainadagi harbiy tajovuzchiligini qo'llamagan bo'lsa-mu, biroq yana ochiq-oshkora holda Rossiyani ayblamagan. 28 fevral kuni Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken O'rta Osiyo davlatlarining tashqi ishlar ministri bilan sin orqali ko'rishganda Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ayblagan va Washingtonning Ukrainaning egilik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligini qo'llaydiganligini qayta ta'kidlagan. Holbuki O'rta Osiyo davlatlarining rahbarlari o'z maydonini yig'inda ochiq ifodalamagan. Mutaxassislar Amerika Ovozi radiosiga qilgan so'zida O'rta Osiyo davlatlari rahbarlarining hozir qil ustida mengayotganligini bildirgan. Qozog'istonlik mutaxassis Daniel Koznazarov so'zida hukumat hozir yuz berish ehtimoli bo'lgan barliq xatarlarni hisoblayotdi. Chunki hammamiz buning ta'siriga uchrashimiz mumkin degan. Moskva boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti 1-oyda Qozog'istonda yuz bergan namoyishlarni to'xtatish uchun Qozog'istonga qisqa muddatli bo'lsa-mu harbiy qismlarni kirgizgan edi.
Daniyar Koznazarov buni eslatib turib, hech kim chet el askarlarini xolamaydi. Biz buning dardini obdan bilamiz deyish orqali Qozog'iston hukumatini diqqat nazarini davlat ichidagi kun tartibga markazlashtirishga chaqirgan. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlari Rossiya va Ukrainadan iborat har ikki davlat bilan bo'lgan yaxshi munosabatini ko'zda tutib, urush masalasida betaraf turishga tirishayotganligi ma'lum. Holbuki ular bu qitimliq urush tufaylidan Rossiya iqtisodida ko'riladigan chekinishning o'zlariga elib keladigan salbiy ta'siridan qattiq andisha qilmoqda ishkan. Dünya Uyg'ur qurultiyining yaqinda to'g'ri orqali chaqirilgan umumiy vakillar yig'inida so'z qilgan Qozog'iston va Qirg'iziston vakillari bu allarda yashayotgan Uyg'urlarning Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzini qattiq ayiblaydiganligini, mustamlikachilikning da'dini yetkichi tortgan va hozirmi tortayotgan Uyg'ur xalqining har qanday shakldagi tajovuzchilik harakatlarga qat'iy qarshi turadiganligini ochiqcha ifoda qilishgan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi va chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizmi har qaysi ellarda Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzga qarshi elib berilayotgan norozilik harakatlariga aktivlik bilan ishtirok qilib kelmoqda. O'zbekistonda Uyg'urlarning qadimiy davrlardan tortib yashab kelayotganligi ma'lum. O'tgan asrning boshlarida O'rta Osiyoda Sovet hokimiyati o'rnatilgandan keyin O'zbekiston Uyg'urlari Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistondagi qon qarindoshlari bilan birlikda Sovet ittifoqi tarkibida yashab kelgan edi. Buningdan 30 yil ilgari, ya'ni 1991-yili Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin boshqa ittifoqda jumhuriyatlarga o'xshash O'zbekistonmo mustaqillikka erishdi. O'tgan asrning 80-yillarining o'rtalarida butkul Sovet ittifoqi doirasida yurgizilgan qayta qurish siyosati natijasida iqtisodiy va siyosiy hayotda ideyaviy o'zgarishlar yuz berib, islohotlar yurgizilishga boshlagan edi. Ana shuning natijasida boshqa millatlar qatorida O'rta Osiyo Uyg'urlarimi o'zlarining madaniyat markazlarini qurib, ona tili, madaniyati, tarixi va urf-odatlarini targ'ib qilish mumkinchiligiga ega bo'ldi. 1989-yili O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida qurilgan O'zbekiston Uyg'urlarining madaniyat markazi buning bir misolidir. Shuningdan buyon O'zbekiston Uyg'urlari Jumhuriyatlik va Toshkent shahridagi Uyg'ur madaniyat markazining rahbarligida nurg'unlagan faoliyatlarni yurgizib kelgan edi. Yaqinda bo'lsa viloyatlik Uyg'ur madaniyat markazi qurilib, u barliq nohiyalarda yashayotgan Uyg'urlarning beshini qo'shmoqchi. O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazining raisi Husan Iskandarov apanda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida navbatda O'zbekistonda 270 ming Uyg'urning yashaydiganligini, O'zbekiston madaniyat markazining faoliyatini texmo jonlantirish maqsadida Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va dunyoning boshqa mamlakatlarida yashayotgan Uyg'urlar ham Uyg'ur tashkilotlari bilan aloqalarini mustahkamlaydiganligini, O'zbekiston hukumatining Uyg'urlarga alohida ko'ngil bilib ifoda qildi. Ma'lum bo'lishicha, hozir O'zbekiston Jumhuriyatlik Uyg'ur madaniyat markazi, Toshkent shaharlik va viloyatlik markazlari ziyolilar va aholilar orasida birlik ittifoqlikni mustahkamlashga, shundaqla hukumat organlari bilan bo'lgan aloqalarni texmo jonlantirishga alohida ko'ngil bilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.